بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bismillahirrohmanirrohim. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi. Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil. Ey mu'minlar, mollaringizni o'rtalaringizda nohaq yo'llar bilan yemangiz. Qaroqchilik, o'g'irlik, poraxo'rlik, sutxo'rlik, qimor odamlarning mollarini nohaq yeyishlik bo'ladi. Biz qimor haqida dars boshlagan edik, davom etamiz. Shayx Abdul Qodir Jiloniy aytadi: Nafsingni yengsang podshohsan. Nafsingga qullik qilsang gadosan. Tuzalish zanjirlarni parchalashdan boshlanadi. Qimorboz odam tuzalishi uchun avvalambor o'zini mana shu kasalga chalinganligini tan olish kerak. Menda shu kasal, menda shu muammo bor deyishligi kerak. Imom G'azzoliy Ihyoviy Ulumuddinda aytadi: "I'lam anna man la ya'rif ayba nafsihi la yumkinuhu mu'alajatuhu." Bilginki, kimki o'z nafsining aybini bilmas ekan, uni davolashi mumkin emas. Agar aybini tanisa, unga dorining achchiqligiga sabr qilishlik vojib bo'ladi. O'zini kasalda bilyaptimi? Bilyapti. Tabib dori yozib berdimi? Yozib berdi. Endi kasalligini tan olsa, dorini achchiqligiga parvo qilmasligi kerak, modomiki tuzalishni xohlasa. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Al-kayyisu man dana nafsahu va amila lima ba'dal maut." Rasululloh aytadilar: "Oqil, xushyor kishi nafsini tergagan va o'limdan keyingi holat uchun amal qilgan kishidir. Ojiz kishi esa nafsini havoyi xohishiga ergashtirib qo'yib, Allohdan avf qilishini umid qilib yurgan kishidir." Nafs insonni oldi edi. Nafs egasini oldi edi. Aytadiki, hamma narsa o'zingning qo'lingda. Hamma narsani o'zing nazorat qilyapsan, xohlagan paytingda bu ishni tashlashing mumkin. Prosta ermay qilib yuribsan deydi. Ya'ni qimorboz odam qimordan qutulmoqchi bo'lsa, birinchi qilish kerak bo'lgan ishi menda shu kasal bor, shu qimorbozlikdan qutula olmayapman degan gapni o'ziga aytish kerak, tan olish kerak. Talbis iblis kitobida shunday deyiladi: "Va innama taqda'u an-nafsu sohibaha bi annaha qodiratun ala tarki mata aradat." Nafs o'z egasini aldaydi. Nima deb? Qachon xohlasang tashlashing mumkin, kuching yetadi. Qaytaramiz. Nafs o'z egasini qachon xohlasang tashlashing mumkin, kuching yetadi deb aldaydi. Toki u shahvatga butunlay g'arq bo'lgunicha shunday deydi. Qachonki u botqoqdan chiqishni xohlab qolganda kuchi yetmay qoladi. Bu yo'lda tashlanadigan eng birinchi qadam va eng birinchi nuqta inson o'zini ojizligini tan olishi. Shu qimordan qutula olmayapman deb tan olishligi kerak. Endi tan oldimi shu kasali borligini? Qutula olmayotganligini ham tan oldimi? Alloh taolo aytadi: "Astagfirullah, qad aflaha man zakkaha va qad khaba man dassaha." Tan olgandan keyin endi qaror qabul qilish kerak. Najot topish uchun. Alloh taolo aytadi: "Dar haqiqat uni nafsini poklagan kishi najot topdi va uni nafsini gunohlar bilan ko'mib yuborgan kimsa noumid bo'ldi." Demak, birinchi qadam nima ekan? Muammoni tan olishlik kerak va qutulishlikka qaror qabul qilish kerak. Ikkinchi qadam, Alloh taologa sidq dildan duo qilish kerak. Mana shu ma'siyatdan chiqishga chin dildan azmi qaror qilib Allohga yolvorib duo qilish kerak. Chunki la havla va la quvvata illa billah.
hamma kuch-quvvat, hamma kuch-qudrat Alloh taoloning qo'lida. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu, mana ulug' sahobalardan. La havla va la quvvata illa billah kalimasini shunday sharhlaydi. La havla am ma'siyatillahi illa bi asmatillah va la quvvata ala ta'atillahi illa bi aunillah. Allohning ma'siyatidan qaytishga kuch faqat Allohning saqlashi bilan bo'ladi. Uning toatiga quvvat esa faqat uning yordami bilan bo'ladi. Tushunarlimi? Toatni bajargani ham Allohning quvvati kerak, tavfiqi kerak. Ma'siyatni tark qilgani ham Allohning yordami kerak, tavfiqi kerak. Siz turib bir piyola choyni qo'ya olmaysiz piyolaga, Alloh tavfiq bermasa. Biz Alloh taoloning tavfiqiga qanchalar muhtoj ekanligimizni tasavvur ham qila olmaymiz. Men qildim, men yetkazib beraman. Voy, inshaalloh degan. Alloh tavfiq bersa degan, o'zingga ishonma. Tavfiq nima edi? Tavfiq Alloh taoloning rahmati, marhamati edi, xohlagan bandasiga berar edi. Tavfiq yaxshilikka bo'lgan ilhom, qo'llab-quvvatlashlik. Tavfiq yomonlik yo'lini to'sish, yaxshilik yo'lini osonlashtirish. Mana qimordan qutulishlik yaxshi ishmi? Qimor o'ynash yomon ishmi? Ana shu qimorni tark qilishlik ham Alloh taoloning tavfiqi bilan bo'ladi. Ma'qulmi? Mujamul Vasit kitobida shunday deyiladi. At-tawfiqu minallohi lil abdi saddu tariqash-shar va tashil tariqal khayr. Tavfiq nima? Alloh tarafidan bandaga bo'lgan tavfiq yomonlik yo'lini to'sib, yaxshilik yo'lini oson qilish. Mana Shuayb alayhisalomning tilidan. Astagfirullah. Va ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu va ilayhi unib. Shuayb alayhisalom aytadi, mening bu ishimdagi muvaffaqiyatim, tavfiqim faqat Allohning yordami bilandir. Uning o'ziga tavakkul qildim va uning o'ziga qayturman. Demak, qimorvoz odam Parvardigor o'zing tavfiq bergan, o'zingga suyanaman, o'zing oson qilgan deb turib sidq dildan duo qilishlik kerak bo'ladi. Birinchi qadam nima bo'ldi? Tan oldi qutula olmayotganligini, shu kasallikka chalinganligini tan oldi. Ikkinchi qadam sidq dildan Alloh taolodan nima qilsin? Duo qilib so'rasin. Oriflar ittifoq qiladilarki, tavfiq Alloh seni nafsingga topshirib qo'ymasligi. Alloh seni nafsingga topshirib qo'ymadimi? Demak, tavfiq beribdi. Endi tavfiqni bermaganligini belgisi nima? Xorlikni belgisi nima? Xorlik esa Alloh seni nafsing bilan xoli qoldirishi. Barcha yaxshilikning asli tavfiqdir. U bandaning emas, balki Allohning qo'lidadir. Uning kaliti duodir. Tavfiq bo'lsa yomonlikdan qutula olamiz ekan, tavfiq bo'lsa yaxshilikni qila olamiz ekan. Tavfiq faqat Allohning qo'lida ekan, uning kaliti nima ekan? Duo ekan. Demak, qimordan qutulmoqchi bo'lgan odam duoni ko'p qilsin, Parvardigor o'zing qo'llagin deb. Duo qilganda ham qat'iyat bilan, azmi qaror bilan duo qilish kerak. Payg'ambarimiz aytadilar: "Iza da'a ahadukum falyazimil mas'alata." Agar sizlardan bittalar duo qilsa, so'rashda qat'iy bo'lsin. Wala yaqulanna Allohumma in shi'ta fa'tini fa innahu la mustakriha lahu. Endi Allohim agar xohlasang ber demasin. Chunki Allohni biror ishga majburlovchi yo'qdir. Tushunarlimi? Parvardigor xohlasang ber tavfiqingni, bo'lmasam qo'yaver. Xohlasang shifo ber. Unaqa bo'lmaydi. So'rayotganda sidq dildan berishiga aniq e'tiqod qilib, ilhaqlik bilan yolvorib so'rash kerak. Mana nafsni mana shu ma'siyatlardan saqlash uchun Allohga qilinadigan duo. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday duo qilardilar. Bu nafsni taqvosi va nafsni poklanish haqida so'raladigan duo. Allohumma ati nafsi taqwaha va zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha va maulaha. Parvardigorim, nafsimga taqvosini ber va uni pokla.
Sen uni poklovchilarning eng yaxshisisan. Sen uning hojasi va mavlosisan. Demak, birinchi qadam tan olishlik kerak kasalini, ikkinchi qadam duo qilishlik kerak. Uchinchi qadam qimorga turtuvchi omillarni aniqlab, ularni yo'q qilishlik kerak. Nima uchun qimor o'ynayapti qimorvoz? Bekorchilikdanmi? Zerikkanidanmi? Demak, bo'sh vaqtini xayrli ishlar bilan mashg'ul qilsin. Ulamolar aytadi, vaqtuka huwa umruka. Vaqting bu seni umring. Agar uni g'aflat va o'yin kulgi bilan o'tkazsang, umringni zoyi qilsan. Diqqat. Yana aytishadi, nafsingni agar haq bilan mashg'ul qilmasang, u seni botil bilan mashg'ul qilib qo'yadi. Inson sog'ligini, bo'sh vaqtini, umrini qadriga yetmaydi. Ko'pchiligi payg'ambarimiz aytadilar, ne'matani mag'bunun fihima kathirun minan nas. Ikkita ne'mat bor. Juda ulug' ne'mat, lekin ko'pchilik insonlar unga beparvo. As-sihhatu val faroh. Sog'lik va bo'sh vaqt. Bo'sh vaqt. Xo'p, bir odamning qimor o'ynashligini sabablarini qidiryapmiz. Bekarchilikmidi? Uni yaxshilik bilan to'ldiring, bu bekor vaqtingizni. Yolg'izlikmidi? Yolg'iz qolib qimor o'ynab qo'yaptimi? Yaqin odamlari, o'zini qarindosh urug'lari bilan, solih insonlar bilan birga bo'lsin. Chunki yolg'iz qolgan odamni, birodarlar, shayton adashtirib ketishi oson bo'ladi. Payg'ambarimiz aytadilar, alaykum bil jamaa va iyyakum val furqa. Fa inna ash-shaytona ma'al wahidi va huwa min al-ithnayni abadu. Jamoani lozim tutinglar dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Va bo'linishdan saqlaninglar. Albatta shayton bir kishi bilan birga bo'ladi, lekin ikki kishidan uzoqroq bo'ladi. Yaxshi odam bilan birga bo'ling, qimor o'ynashlikka sabab bo'ladigan ishlardan uzoqroq bo'lasiz. Hasan Basri inson nafs haqida gapirib shunday deydi. Inna hadihi nufusa talla'atun. Albatta bu nafslar yomonlikka juda ham intiluvchi bo'ladi. Agar siz ularni foydali ishlar bilan jilovlab turmasangiz, ular sizni eng yomon oqibatlarga olib borib qo'yadi. Birinchi qadam muammoni tan olish kerak, ikkinchisi duo qilish kerak, uchinchisi qimorga sabab bo'ladigan omillarni yo'qotish kerak. To'rtinchisi moliyaviy to'siqlarni o'rnatish. Qimorvozni qo'lidagi pul mashinaga quyilgan benzin kabidir. Benzin bo'lmasa mashina yurmay to'xtab turadi, qimorvozni qo'lida pul bo'lmasa qimor o'ynamaydi. Agar bir akangiz, ukangiz, Xudo saqlasin, bir yaqiningiz qimorvoz bo'lib, qarzga kirib qolgan bo'lsa, qarzini to'lamang. Chunki to'laganingiz yana qimor o'ynashlikka bergan yordamingiz. Qimor o'ynab qarz bo'lib qolgan odamga qarziga yordam berilmaydi. Eshitib qo'yinglar shuni. Qimorvoz odam agar qimordan qutulmoqchi bo'lsa, kamida 3 oy, 6 oy, 1 yil hamma pul, naqd pullarini yoki qo'lidagi kartalari bo'lsa, bank kartalari ishonchli odamiga topshirib qo'yishligi kerak. Ota-onasigami, aka-ukasigami pul ushlamaslik kerak. Moli dunyoda nazoratini uni qo'lidan olib qo'yishlik kerak. Agar pulni egasini esi past bo'ladigan bo'lsa, unga bermasligi aytilgan. Astagfirullah. Va la tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallohu lakum qiyama. Alloh sizlar uchun turmush vositasi qilib berib qo'ygan mollaringizni aqlsiz kimsalarga bermanglar. Ya'ni bir odam esi past, otasidan katta pul qoldi. Uni qo'liga bersangiz xonavayron qiladi, yo'q qilib tashlaydi. Demak, shu pul berilmaydi unga, ushlab turiladi. Endi qimorvoz odam qimorni xumori tutib qo'yganda, qimorda azarti tutib qo'yganda, uni holatini, mana shu holatini espas odamga o'xshatsa bo'laveradi. Ha, mana shu qimorvozni, mana shu jazavasi tutib qo'ygan payti ayni espas odamning holatiga o'xshatsa bo'ladi. Dalil o'sha jazavasi tutib qo'ygandan keyin hamma narsasini yutkizib nol bo'lgandan keyin uyiga qaytib keladi-da namoz o'qishni boshlaydi.
tasbehni olib zikr aytishni boshlaydi. 5 mahal masjidga qatnab qoladi. Demak, mana shu keyingi qilayotgan ishi qimor o'ynayotgan paytda esi chiqib ketganligini dalili bo'ladi. Esi past ekanligini o'zi tanigan bo'ladi. Demak, qo'liga pul bermaslik kerak qimorbozda. Xo'p, yana to'siq qo'yish. Mana shu qimorga sabab bo'ladigan vositalarni yo'qotish kerak deganda, telefonidagi o'sha bukmekerlar, onlayn kazinolar, mana shu narsalarni hammasini o'chirib tashlash kerak. Hamma narsasini. Endi faqatgina qimor bo'lgan prilojanani o'chirish emas, umuman kerak bo'lmagan o'yinlardan o'chirib tashlash kerak. Ko'pchiligimiz mubtalo bo'lganmiz bunga. Qimor emas, prosta o'yin, vaqt o'tkazishlik o'yin. Lekin 10 soat, 20 soat, 30 soat o'tib ketib qoladi vaqt. Akalar, bu umr haqida ham hisob-kitob qilinamiz. Ma'qulmi? Faqat qimor o'ynaydigan onlayn prilojanani emas, oddiy o'yinlardan birodarlar ko'p o'ynamaylik. Umrimizga javob beramiz hali. Imom G'azzoliy Ihyo Ulumuddin kitobida nafsni davolash uchun uni gunoh vositalaridan, gunoh sabablaridan mahrum qilish haqida shunday deydi. Fa inna nafsa idza ujiat wa inqata'a anha ma tahwahu zallat wastakanat. Albatta nafs agar och qoldirilsa va u ishtaha qilayotgan, xohlayotgan narsalardan uzib qo'yilsa, u xor bo'ladi, bo'yin egadi va sokinlashadi. Nafsiz xohlab turgan narsani man qiling, birinchi safar qiyin bo'ladi. Ikkinchi safar man qiling, qiyin bo'ladi. Uchinchi safarga borganda oson bo'lib qoladi. 1 yil o'sha so'ragan narsasini bermang-da. Qutulish oson. Ammo so'ragan narsasini vaqtida berib tursangiz, nafs faqat ishada quvvatlanadi. Misol, ana shu 2 yoshgacha bola emiziladi. Emizayotgan onasi 2 yoshga kirgandan keyin bolasi sutdan chiqaradi. Qana qilib chiqaradi? Shat bermay qo'yadi. 1 kun yig'laydi bola, 2 kun yig'laydi bola, onasi ozgina istimalaydi, shu bilan 4-5 kun hech narsa bo'lmaganda ko'nikib ketaveradi. Endi u chaqaloqda ixtiyor yo'q-da. U majbur ko'nikishga, o'shuning uchun ko'nikib ketadi. Lekin siz bilan biz nafsimizni bir gunohdan tiyib, savobli ishga majbur qilayotganda ixtiyor bor-da. Yana qayta boshlab olishimiz mumkin shu gunoh ishni. Ramazon ro'zasini eslang, 1-kun qiyin bo'ladi. Majbur qilasiz. 2-kun qiyin bo'ladi, 3-kun oddiy bo'lib qoladi. Demak, Imom G'azzoliyning gapi bo'yicha nafsni jilovlab sindirishlik uchun, sokinlashtirishlik uchun u xohlayotgan narsani bermaslik kerak. 1 kun, 2 kun, 3 kun qilanasiz, keyin nima qilasiz? Ko'nikib qolasiz. Zamonaviy ulamolar nafsni istaklari kelganda uni qanday davolash haqida shunday deyshadi. Albatta harom shahvat istak. Nafsda qo'zg'alganida u xuddi alangalanayotgan olov kabidir. Agar sen uni o'sha zahoti istagiga javob berish bilan oziqlantirmasang, u biroz vaqt o'tib o'chadi va yo'q bo'ladi. Gulxon yonyapti, alanga yonyapti, o'tin tashab tursangiz yonaveradi. Ulamolar mana shu nafsning xohishlarini o'tga o'xshatyapti, olovga o'xshatyapti. Bir gurillab yonganda o'tin tashamay turing, o'chib qoladimi? Xuddi shunga o'xshagandek nafs bir narsani qattiq xohlab turgan paytda ozgina sabr qilib so'raganini bermang, nafs ko'nikib qoladi. Demak, amaliy tavsiyalar. Birinchisi, tan olishlik kerak. Shu kasal bor menda, qutula olmayapman deyish kerak. Ikkinchisi, sidqi dildan duo qilish kerak. Uchinchisi, bekarchi bo'lib qolmaslik kerak. O'zini, vaqtini foydali ishlar bilan mashg'ul qilishlik kerak. To'rtinchisi, moliyaviy to'siqlarni qo'yishlik kerak. Alloh azza va jallani tavfiqi bo'lsin hammamizga. Mana shu qimordan qutula olmayotgan odamlar bo'lsa oramizda haqqiga duo qilaylik. Alloh taolo tavfiq bersin, shu balodan qutulishgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.